Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzuyimiz nomi davlat byudjeti daromadlari. Bu yerda reja ko'rsatilgan. Davlat byudjeti daromadlari bu davlat tomonidan milliy daromadning bir qismini majburiy tartibda markazlashtirish orqali shakllantiriladigan moliyaviy resurslar majmuasidir. Ushbu resurslar davlatning ijtimoiy majburiyatlari, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, pensiya, iqtisodiy vazifalari, infratuzilma, investitsiya, siyosiy va mudofaa ehtiyojlarini moliyalashtirishga xizmat qiladi. Davlat byudjet daromadlarining muhim jihati shundaki, ular bozor mexanizmidan tashqarida, ya'ni davlat hokimiyati asosida shakllanadi. Iqtisodiy mazmunda byudjet daromadlari yayimini qayta taqsimlash vositasi hisoblanadi. Davlat iqtisodiyotda yaratilgan qiymatning bir qismini jamlab, uni jamiyat ehtiyojlariga yo'naltiradi. Bu yerda uch tomonlama munosabat mavjud. Birinchisi, ishlab chiqaruvchi foydadan soliq to'laydi. Iste'molchi tovar va xizmatlar orqali egri soliqlar to'laydi. Davlat esa jamlangan mablag'larni qayta taqsimlaydi. Shu tariqa byudjet daromadlari iqtisodiyotda resurslar taqsimotini, ijtimoiy adolatni, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Keyingisi esa davlat byudjet daromadlarining funksiyalari. Funksiyalaridan birinchisi bu fiskal funksiyasi. Bu davlat byudjetining asosiy vazifasi hisoblanib, davlat xarajatlarini moliyalashtirish. Agar fiskal funksiya yetarli bo'lmasa, byudjet taqchilligi, davlat qarzi oshadi. Ikkinchisi, tartibga soluvchi funksiya. Bu soliqlar orqali, ya'ni muayyan tarmoqlar rag'batlantiriladi. Ya'ni rag'batlantirish deganda bu muayyan bir tarmoqlarga imtiyoz beradi. Keyingisi zararli faoliyatlar cheklanadi, ya'ni bu hozirdagi aksizlar. Keyingisi ijtimoiy funksiya. Ijtimoiy funksiya bu progressiv soliq stavkalari orqali amalga oshiriladi. Kambag'allik darajasi pasaytiriladi, ijtimoiy transferlar moliyalashtiriladi bu funksiyada. Undan keyingisi nazorat funksiyasi. Nazorat funksiyasi soliq hisobotlari orqali yashirin iqtisodiyotlar aniqlanadi, moliyaviy intizom mustahkamlanadi bu nazorat funksiyasida. Keyingi to'g'ri soliqlar. To'lovchi va soliq yukini ko'taruvchi bir shaxs bo'ladi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i, foyda solig'i, mol-mulk yer solig'ilarni to'laydi. Keyingisi egri soliqlar. Egri soliqlar soliq yukini iste'molchiga o'tishi bilan tavsiflanadi. Ya'ni bularga egri soliqlarga QQS solig'i, aksiz solig'i, bojxona bojlari kiradi. Buning afzalligi tez va barqaror tushum bo'ladi. Kamchiligi esa regressiv xarakterga ega bo'ladi. Keyingisi nosoliq daromadlari. Bu daromadlar davlatning mulkdor, xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida faoliyatidan kelib chiqib, masalan, davlat korxonalari dividendlari, ijara haqlari, jarima va penya, davlat xizmatlari uchun to'lovlar bu nosoliq daromadlarga kiradi. Keyingisi kapital soliq. To есть kapital daromadlar. Davlat mulkini sotishdan olinadi asosan. Xususiylashtirish, davlat aktivlarini realizatsiya qilish orqali kapital daromadlari shakllanadi. Bu kapital daromad barqaror bo'lmaydi, strategik manba sifatida qaralmaydi umuman. Keyingisi transfer daromadlar. Bu hech qanday majburiyat talab qilmaydigan daromad hisoblanadi. Bunga asosan grantlar va beg'araz yordamlar kiradi. Keyingisi soliq nazariyasi. Bunga
soliq yukining ta'siri, ya'ni bunda soliqlar, ishlab chiqarish hajmini kamaytirilishi, narxlar oshirilishi, iste'molni qisqartirish bunga misol bo'lishi mumkin. Keyingisi gorizontal adolat. Gorizontal adolat bu horizontal equity deb aytiladi ingliz tilida. Bu mazmuni nima? Mazmuni bu bir xil iqtisodiy holatdagi shaxslar bir xil soliq yukini ko'tarishi. Oddiy qilib aytganda, agar ikki odamning daromadi, ya'ni moliyaviy imkoniyati bir xil bo'lsa, ular bir xil miqdorda soliq to'lashi adolatli hisoblanadi. Misol, masalan, A va B fuqarolarining har ikkisi oyiga 5 million so'm daromad olsa, ikkalasi ham 12% daromad solig'i to'lasa, bu gorizontal adolat ta'minlangan bo'ladi bunda. Agar biri soliq to'lasa, boshqasi imtiyoz sababli umuman to'lamasa, bu gorizontal adolat buzilishi hisoblanadi. Ilmiy tarafdan yondashsak, gorizontal adolat bu soliq tizimining neytralligi, ya'ni yashirin diskriminatsiyaning yo'qligi. Keyingisi vertikal adolat. Vertical equity deyiladi ingliz tilida. Bu mazmuni daromad, ya'ni moliyaviy imkoniyat turlicha bo'lgan shaxslar turlicha soliq to'lashi kerak. Oddiy qilib aytganda, ko'proq topgan odam ko'proq soliq to'lashi adolatli deb hisoblanadi. Bunga misol aytadigan bo'lsak, masalan, A fuqaroni olsak, ya'ni bir fuqaro oyiga 3 million so'm daromad oladi. Ikkinchi fuqaro esa oyiga 15 million so'm daromad oladi. Bu birinchi fuqaro 7%, ikkinchi fuqaro 20% soliq to'laydigan bo'lsa, bu vertikal adolatga mos keladi. Ya'ni ko'proq topgan odam ko'proq to'laydi, kamroq topgan odam kamroq soliq to'laydi. Keyingisi Laffer egri chizig'i. Bu nazariy tarafdan aytadigan bo'lsam, bu soliq stavkasi bilan davlat byudjeti daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatuvchi iqtisodiy model hisoblanadi. Bu nazariy tarafi shundan iboratki, soliq stavkasi ma'lum darajagacha oshirilsa, davlat byudjet daromadlari ham oshadi. Ammo kritik nuqtadan keyin daromadlar kamayishni boshlaydi. Ya'ni bunda aytmoqchiki, davlat byudjet daromadlari ko'tarilaveradi va yuqoridagi pik nuqtaga tekkandan keyin asta-sekin daromadlar kamayishni boshlaydi. Bu Laffer egri chizig'i deb aytiladi. Asosiy oddiy tilda aytadigan bo'lsak, 0% soliq teng bo'ladi byudjet daromadining nolligiga. Tushunarli. O'rtada optimal nuqta bo'ladi. Eng katta byudjet daromadi hisoblanadi. Ya'ni juda past ham, juda yuqori ham soliq stavkasi davlat uchun foydali bo'lmaydi. Masalan, 100% soliq qo'yilsa davlatda, masalan, hech kim ishlamaydi, daromad ham bo'lmaydi. Shuni aytmoqchi Laffer egri chizig'i. Bundan keyingisi byudjet daromadlari va makro iqtisodiyot. Ya'ni avtomatik stabilizator. Bu avtomatik stabilizatorga progressiv soliqlar inqirozda soliq yukini kamaytiradi, iqtisodiy qizish davrida oshiradi. Bu asosan ikkiga bo'linadi. Protsiklik va antitsiklik. Bu iqtisodiy jarayonlar, siyosatlar yoki ko'rsatkichlarning iqtisodiy siklga munosabatini ifodalaydigan tushunchalar hisoblanadi. Protsiklik tushunchasi o'zi nima? Protsiklik bu iqtisodiy sikl bilan bir yo'nalishda harakat qiladigan holat yoki siyosat hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiyot o'sayotganda kuchayadi, iqtisodiyot pasayganda, ya'ni inqirozda yanada susayadi.
Bunga misol keltiradigan bo'lsam, soliq tushumlari iqtisodiy o'sishda ko'payadi, inqirozda esa kamayadi. Keyingisi antisiklik. Antisiklik bu iqtisodiy siklga teskari yo'nalishda harakat qiladigan holat yoki siyosat hisoblanadi. Ya'ni iqtisodiyot pasayganda faollashadi, iqtisodiyot o'sayotganda cheklanadi. Bunga misol keltiradigan bo'lsam, davlat xarajatlari inqirozda oshiriladi, bumda qisqartiriladi. Ijtimoiy transferlar, ya'ni nafaqalar, yordamlar inqirozda ko'payadi. Markaziy bank siyosati inqirozda foiz stavkalari pasaytiriladi, iqtisodiy o'sishda esa foiz stavkalari oshiriladi. Mening taqdimotim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.